Havolar ham sovidi. Endi o'z-o'zidan tomni chala qolgan qismini yopmasak bo'lmaydi. Tom yopish uchun esa tajribali usta hamda sifatli tunuka kerak bo'ladi. Sifatli tunukalar borasida esa ishonchli tanlovimiz bor. Yuqorida aytganimizdek do'stlar, yog'ingarchilik mavsumi boshlandi endi. Tomni yopish kerak. Ustagani o'zlari ham chetdalar, katta usta. Assalomu alaykum. Ustaga u havoni qarang, birdan sovib ketdi. Sezonga tayyormisiz yo tayyor emasmisiz hali? Tayyormiz. Asl propla bizga nima ham bor? Ha, xo'p. Hamma sen Ustaga. Ya qo'lingiz dard ko'rmasa, zo'r chiqdi. Allan beri tomosha qilib o'tiribman. Endi siz oldingi ishlaysiz ham ko'rganman-da, u katta obyektlarni bu kichikroq obyekt ekan. Bu necha kvadrat bu hozir? 1000 kvadrat obyektimiz bu. Ha, bu 1000 kvadrat. Endi sizlar 7-8 ming yurib yurgan ustalardasiz. To'g'ri. Ya, qoyil. Asl prof bilan eskida ishlaysiz. 15 yildan beri asl propla ishlayman. Sifat qanaqa? Bir xolis Yaxshi, shuncha yillar birovni norozi qilib nima qilgan joyimiz yo'q. Tunukalarni aldash yo'q. Hamma namasini o'zlari joy-joyida aytgan nimamizni qilib berishadi. Ya, qoyil ustaga. Hozir yana qarshi bo'lmasangiz, nomeringizni yozib qo'ysam ekranga, xizmat bo'lsa bemalol sizga murojaat qilsalar bo'laveradi. Do'stlar, ustaga nomerlarni yozib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Eng katta tom yopuvchi ustalarimizdan va sifatli tunuka mahsulotlari kerak bo'lsa ham bemalol shuni asl profga qo'ng'iroq qilsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab buyurtmalar qabul qilinadi.